Olov ichidagi odamlarning qo'llari zanjirband qilinadi va alanga butun tanalarini qoplaydi. Ko'zlari dahshatdan qotib qoldi. Har bir olgan nafaslari jahannamning tafti bilan to'ladi. U yerdan qochishga harakat qilishadi, lekin qochishning iloji yo'q. Boshlaridan quyilgan olov terlarini eritib, ichlarini qaynatadi. Qur'on buni shunday tasvirlaydi. Va saqar nimaligini sizga nima bildirdi? U boqiy qoldirmas va tark ham qilmas. U terini ko'p kuydirguvchidir. Ularning taomi zaqqum, do'zax olovidagi daraxtning mevasi va tikanli o'simliklardir. Va ularning ichimligi qaynoq suv va yeringdir. Uni har ichganlarida azobni suyaklargacha his qilishadi. Uning ortida jahannam bordir. Yering suvi ila sug'orilgandir. Uni yutishga urinadi-yu, ammo yuta olmaydi. Unga har tomondan o'lim keladi-yu, ammo o'la olmaydi. Uning ortidan esa qattiq azob bor. Boshqa oyatda Alloh aytadi: ularga tikandan boshqa taom yo'q. U na semirtirmas, na ochlikni ketkazmas. Ular har safar boshqa chidolmayman deganida azob battar qattiqlashadi. Ularning yagona orzusi o'lish, yo'q bo'lish, tuproqqa aylanish. Lekin bunday bo'lmaydi. Bu dunyoda begunoh odamlarga bomba tashlagan, ularni ko'z yoshlariga ahamiyat bermasdan qiynaganlar o'shalar emasmidi? Bolasini yo'qotib yig'lagan onani ko'rib kulganlar o'shalar emasmidi? Qaniydi o'shanda aqlimni ishlatsam, qaniydi menga boshqa imkon berilsa. Uning nolalari qanchalar qattiq bo'lmasin, hech nimani o'zgartirmaydi. Bu dunyoning sinovlari tugadi. Endi ular narigi dunyoda javob berishadi. Shuningdek, jahannamda yonayotgan odamlar u kunda bir-birlarini yoqasidan ushlaydi, aybni bir-birlariga qo'yib la'natlashadi. Bu Qur'onda shunday tasvirlangan. Sizdan oldin o'tgan jin va insdan bo'lgan ummatlar bilan do'zaxga kiring. Qachonki qaysi bir ummat do'zaxga kirsa, sherigini la'natlar. So'ngra ular to'planib, oxirgilari birinchilari haqida: "Ey Robbimiz, ular bizni adashtirdilar. Bas ularga do'zax azobini 2 barobar bergin" deydilar. Alloh ularga: "Hammangiz 2 hissa azoblanasiz, ammo bilmassiz" deydi. Ularning birinchilari oxirgilarga aytadi: "Seni bizda hech qanday haqqing yo'q. Shu kungacha qilgan ishingga o'zing javob ber." Shuningdek, ba'zilari shaytonni ayblaydi. U esa quyidagicha javob qiladi: Albatta Alloh sizga haq va'dani qilgan edi. Men esa sizga va'da berdim, u va'damga xilof qildim. Mening ustingizdan hech qanday hukmronligim yo'q edi, faqat da'vat qilsam, o'zingiz menga ijobat qildingiz. Bas, meni malomat qilmang, o'zingizni malomat qiling. Men sizlarning qutqaruvchi emasman, sizlar ham meni qutqaruvchi emassizlar. Endi men albatta ilgari meni shirk qilganingizni inkor qilaman. Albatta zolimlarga, ularga alamli azob bor. Oxir-oqibat zolim o'ziga munosib bo'lgan narsani oladi. Mazlumlar esa nihoyat o'zi loyiq bo'lgan narsani oladilar. O'lim qachon kelishini hech kim bilmaydi, ammo videolarda aytib o'tilganlarning hammasi albatta sodir bo'ladi. O'lim farishtasi sizni kuzatmoqda, qabringiz sizni kuzatmoqda. Hisob-kitob yengil bo'lmaydi.